Toshkentdagi eng katta qovurdoqchi bilan sizga jaydari qovurdoq retseptini tayyorlab beramiz. Videoga like bosganni xonadonida Hasan Husan Fatma Zuhralar tug'ilsin, shu qovurdoqdan tayyorlab kelsin. Barcha sir asrorlar bilan ko'rsatishga harakat qildik. To'liq retseptni esa video tagida yozib qoldiraman. Ikki xil qiyma tayyorlab olamiz. Biri guruchli, biri esa guruchsiz. Ishni yog'ini qizdirib, kartoshkani qizartirib qovurib olishdan boshlaymiz. Kartoshkalarimiz qizarib, chiroyli rangga kirgach, yog'dan ko'tarib olamiz. Tuzlangan yog'sizroq koreykamizni olamiz va yog'da qovurishni boshlaymiz. Koreykani qovurayotganda qizartirib yubormang, go'sht qotib qoladi. Koreykani yog'dan ko'tarib olgach, o'rtasiga tuxum qo'yib tayyorlab olgan kotletimizni chiroyli qilib qozondan ortiqcha yog'ni ko'tarib, piyoz, ketidan maydalangan pomidor hamda tomatni solib qovuramiz. Koreykamizni ham solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ustidan zira sepib, bir kosa suv quyib, yarim soatga qaynatamiz. Go'sht pishib yetilay deganda kartoshkani solib, tuzni sepamiz va qolgan mahsulotlarni solib, ustini yarim soatga dimlab qo'yamiz. Taom tayyor bo'lgunicha bezakli qismini tayyorlab olamiz. Bodring, tuxum, pomidorni sixlab, alohida idishda tuxumni qovurib olamiz. Taom ham tayyor bo'ldi. Taomni mehmonga olib borish oson bo'lishi uchun bankaga folgani o'rab, idish o'rtasiga joylaymiz. Kartoshkaga go'shtlar bilan to'ldiramiz va o'rtadagi bankasiga ham suvlardan quyib to'ldiramiz. Bezak berish esa fantaziyangizga ham bog'liq. Bayram va marosimlar ko'rki bo'lgan qovurdoqni befresh suvlari bilan tanovul qiling. Jaydari qovurdoq to'liq retsepti uchun Dilnoza opamni va Nodirangizni duo qilishni unutmang.